Xo'p, do'stlar, davom etamiz va bizda navbatdagi komikimiz hozir sahnaga tashrif buyuradi va bu inson hayotda juda ham serqirra insonda, to'g'risi juda serqirra fotograf, operator, bloger, motivator, yana stand-up komik, yana nima ko'pda qolganini o'ylab olaman, ungacha hozir bitta e'lon qilaman. Alisher Ostonov, bitta gul rozalishinglar bilan Hammaga salom. Meni ismim Alisher. Chunki Alisher Navoiy tug'ilgan kunda tug'ilganman. Lekin Alisher Navoiyda mashhur emasman. Bilmadim nimaga, balkim sheni o'rniga W'ni ishlatgandir. Da. Men ham sizlarga o'xshab talaba bo'lganman, dinozavrlar davrlarida. O'sha talabalik davrda misol uchun o'zingizni kursdoshingizni agar sevsangiz, ana shu eng ishonchli sevgi bo'lar ekanda. Kisangizda 1 so'm pulingiz bo'lmasa ham unga maqtana olmaysiz-ku, haligi meni mashinalarim bor, pulim ko'p deb ayta olmaysiz, chunki sizni ikkinchi karishokka qolib yurganingizni ham biladi, kisangizda 1 so'm pulingiz yo'qligini ham biladi u. Undan tashqari haligi stipendiyasiga tushmasligini ham biladi-da u. Eng qizig'i, agar unga yigit qizga qarab, "Men bugun seni pizzaga olib boraman, biron joyda borib pizza yeymiz" deb aytsa, u qiz boradi-da baribir. Biladi, u qizi o'zi to'laydi. Chunki buni puli yo'q-da buni, u o'zi to'laydi-da borib. Bola ham shustri bo'ladi, что oldida haligi parod bo'lib qolmaslik uchun aytadiki, "Davay" deydi, "Chingalchik o'ynaymiz" deydi. Agar deydi kim deydi qolsa deydi, o'sha to'laydi. Endi qorin shunchalik och qolib ketganda, u bechora u bir haftada bir marta uydagilar pul yuboradi, uni yeydi, shuncha payt och yuradi-da u. Keyin hali chingalchik o'ynagan payti u точно yutadi-da, sababi u qo'lini reaksiyasiga qarab shunchalar medlenni ko'radi, nimani tashlashini, bu shuni yutadi keyin. U qiz biladi o'zi, что baribir qoladi o'zi pulga yeb ichib ketishini. Men ham talaba bo'lgan paytim bayramlarda shunday bo'lardi-da. Misol uchun bironta bayram yoki bir tug'ilgan kun bo'layotgan bo'lsa, pastga shunday tushamizda, bu yotoqxonamiz pastda magazin bo'lardi, u faqat studentlar uchun ishlaydi. Shunday kiramizda, bir kuni shunday kirdimda, ikkita buxonka bilan bitta 5 litrlik suv bering dedim. Menga qarab turdi-da, "Ya tug'ilgan kun bo'lyaptimi?" "Ha, aka, tug'ilgan kun bo'lyapti. Ha, menmasa bitta buxonka qo'shib 3 ta olib borasan." Ko'pdir balki. Men 3 ta buxonkani oldimda shunday xonaga kirdim. Bitta jo'ram shunday ko'rdi, bugun tug'ilgan kun ekan" dedi. "Men dedi, buni olib kelaman, men buni olib kelaman" dedi. Faqatgina makaron bilan sigaret, keyin bitta piyo bor edi. Boshqa hech narsa yo'q edi-da u. Shunday qilib tug'ilgan kunlar mana shunday o'tib ketgan. Eng qizig'i, men 4 yil institutda o'qigan bo'lsam, texnologiya fakultetida o'qiganman. Sizlar o'ylaysizlar, texnologiya fakulteti juda zo'r fakultet, yo'q. Texnologiya u mahsulotlarni qayta ishlash texnologiyasi. Men 4 yil institutni bitirdimda, zo'r ishda ishlayapman hozir. Men oliy ma'lumotli videochiman. To'ylar syomka qilaman. Da, to'ylar syomka qilish oson emas. Men nima deb o'ylaysizlar? Masalan, kelin kuyovga hamma baxt tilaydi-da, u faqat to'y kuni to'lin aytadi, "Baxtli bo'linglar, qo'sha qaringlar" deb aytadi-da. Eng ko'p baxt tilaydigan odam bu videochilar bo'ladi. Chunki to'y kuni pulini olmaydi ular. To'y chiqquncha ular duo qiladi, ish qilib ajrashib ketmasin, men pulimni olib olay deb. Eng qizig'i, menda shunaqa voqea bo'ldi bir kuni. To'yni oldik, to'ydan keyin bir oydan keyin shunday chiqdimda, telefon qilyapman, "Aka, to'yingiz tayyor bo'lgan debdi, olasizmi videongizni?" desam, menga qarab, "Aka, men ajrashib ketdim" dedi. "Puli-chi?" desam, "Endi ikkinchi safar uylangan paytim ikkalasini bitta qilib beraman" dedi. Endi nima deyishni bilmayman, xo'p dedim, boshqa nima deyman? Men o'ylaymanki, men bu hozirgi hayotimdan tashqari, oldingi hayotimda ham men taxminan videochi bo'lganman-da. Misol uchun 1800-yillar, u paytda kameralar bo'lmagan. Bizlarda shunday chaqirardi-da, biz shunchaki kuni bilan to'yda yurardik-da, hammasini eslab qolardik-da. Misol uchun qarindoshlar yig'ilib bir oydan keyin to'y videosini ko'ramiz deb bizlar chaqirsa, biz faqatgina aytib berganmiz. Misol uchun 2 ta kamera bo'lsa 2 ta chiqardik, 3 ta kamera bo'lsa 3 ta chiqqanmiz taxminan. Agar orada haligi videolarda bijir-bijir bo'ladigan joylar bo'ladi-ku, ovozlar qolib ketgan masalan,
Bizda ham agar ayta olmasdan, eslolmay qoladigan joyimiz bo'lsa, kimdir bizga o'sha kuni ichirgan bo'ladi. Kimni qalin jo'rasi bor. Hech chiqmayotgan bir darmayet jo'rasi bo'lar-ku. Bora, shu bizda ham bo'lganda, bu qalin jo'ra har doim o'sha oqshomga qarab, kechga tomon hammasi topilib chiqib keladi-da, telefon qiladi, qaydasan? Bizda 4 ta jo'ramiz, to'rtalamiz ko'rishamizda hech narsa qilmasdan prosta darmetga o'xshab o'tiramiz-da. Kimdir narsasini muhokama qilib, masalan, hali Elon Musk, misol uchun Mark Zuckerberg, ularda maqsadi bor-da hayotdan. Ammo jo'ralarimning maqsadi ham yo'q-da. Shunchalik bemaqsadki, hatto bu ko'rgan bo'lsangiz pingvin chiqdi, haligi tog'larda oshib, kim qayerlarga borib keldi. O'sha pingvinda maqsad bo'lgan, u men jo'ralarimda maqsad yo'q. Bizlar ular birdan bir maqsadi bor ularni. Ular 5 so'm taylab bitta kola bilan semichka olib chaqib gurung qiladi-da, kimdir g'iybatini. Men qizig'i bitta jo'ramni tashlab ketgan sevgilisini eslab 4 kishi sog'inib o'tiramiz. Ikkinchi jo'ramni krediti bor, kreditini to'lolmayapti, uni eshitib siqilamiz birgalashib. Keyin bittasi Adnexbetga yutqizib qo'ygan pulini, uni eshitib siqilib o'tiramiz. Xullas, ularning borligi ham yaxshi bir tarafdan. Sababi sizni har doim muvaffaqiyatdan, katta pul kelishdan saqlab turadi-da u. Mana shunaqa bolalar borligi ham yaxshi, bir tarafdan mana shu omadingiz kelishini taqiqlab turadi. Men hozir o'ylayapman, hozir 3-4 kundan beri menga jo'ram chiqmayapti. Shu bitta palakat bo'lib, shu meni ham aralashtirib qo'ymasa bo'ldi deb turibman-da. Hammaga rahmat. Rahmat.